Endi bugungisi 6-kitob, Kitabun Nikah, nikoh kitobi haqida. Birinchi bob, babu tahridi alan nikah, nikohga tezlangani. 2045-hadis Alqamadan. U kishi aytadilar, men Abdulloh Mas'ud bilan birga Minoda ketayotgandim. O'shanda Usmon unga yo'liqib qoldi. Undan xoli qolishni talab qildi. Keyin Abdulloh uni hojati yo'qligini ko'rgandan keyin menga aytdiki, "Bu yoqqa kel, ey Alqama" dedi. Men keldim. Shunda Usmon unga aytdiki, "Ey Abu Abdurrahmon, sizni biz bir bokira joriyaga uylantirib qo'ymaylikmi? Yoki ehtimol siz nafsingizdan avval topgan narsalaringiz sizga qaytar" dedi. Abdulloh aytdiki, "Endi bunday desangiz, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytayotganlarini eshitganman. Sizlardan kim nikohga toqati yetsa uylansin. U ko'zni tiyishga yaxshiroq, farjini saqlashga yaxshiroq va kim qodir bo'lmasa sizlardan u roza tutsin, chunki uning og'rig'i bor" dedilar. Ikkinchi bob, babu ma yu'maru bihi min tazwiji zatid din. Din egasiga nikohlanishga buyurilganligi. 2046-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ya'ni ayol 4 narsa uchun nikohlanadi: moli uchun, obro'si uchun, jamoli uchun va dini uchun. Sen dindorini qo'lga kiritgan, qo'ling tuproqqa belangur dedilar. Babun fi tazwijil abkar, bokiralarga uylanish haqida. 2047-hadis. Jabir ibn Abdullah aytadilar, menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Uylandingmi?" Men aytdimki, "Ha" dedim. Qola aytdilarki, "Bokiragami yoki juvongami?" Men aytdimki, "Sayyiban, juvonga." Qola uzat aytdilarki, "Bokira emasmi? Sen u bilan o'ynasharding va u sen bilan o'ynashardi" deganlar. 4-bob, babu nahyi an tazwiji man lam yalid minan nisa. Tug'maydigan ayollarga uylanishdan qaytarilgani. 2048-hadis. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelib dedi, "Mening xotinim ushlaganni qo'lini man qilmaydi." Rasululloh aytdilarki, "G'arribha, yo'qot uni" dedilar. Qola u odam aytdiki, "Nafsimga ergashishidan qo'rqaman-da" dedi. Qola Rasululloh aytdilarki, "Nima foydalan" dedilar. 2049-hadis. Maqil ibn Yasar aytadilar, bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki, "Men bir xotin topdim. Obro'lik, jamoli bor va u tug'maydi lekin. Uylanaymi shunga?" "Yo'q" dedilar. So'ng ikkinchi marta keldi u zotning oldiga. Yana qaytardilar uni. So'ng uchinchi marta keldi u zotning oldiga. Shunda aytdilarki, "Vadud, valut ayollarga uylaninglar. Men sizlar bilan ummatlar oldida ko'pliginglar bilan faxrlanaman" dedilar. Babun fi qawlihi ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan. Allohning ushbu so'zi haqida bob, zinokor erkak faqatgina zoniyaga uylanadi degan oyat. 51-hadis. Amr ibn Shuayb otasidan, bobosidan rivoyat qiladi. Marsad ibn Abi Marsad al-G'anaviy degan kishi Makkada asirlarni ko'tarib ketar edi. Makkada bir buzuq ayol bor edi, Anoq deyilardi uni. Va u ayol bu kishining o'ynashi edi. O'sha kishi aytadilar, "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldim, aytdim, ya Rasululloh, shu Anoqqa nikohlanaymi?" U kishi aytadilar, Rasululloh mendan sukut qildilar. Shunda mana shu oyat tushdi. "Va-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik." Zinokor ayolga faqatgina zinokor erkakkina uylanadi yoki bir mushrik erkakkina uylanadi degan oyat tushdi. Shunda meni chaqirdilarda, menga o'qib berdilar uni. Va aytdilarki, "La tankihha", unga nikohlanma dedilar. 2052-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Jaldalangan zinokor faqat o'ziga o'xshaganiga nikohlanadi." 6-bob, babun fi rajuli yutiqu amatahu thumma yatazawwajuha. Kishi cho'risini ozod qilib, so'ngra unga uylanishi. 2053-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Kim joriyasini ozod qilsa-da va unga uylansa, unga 2 ajr bor" dedilar. 2054-hadis. Anas ibn Malik aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Safiyani ozod qildilar va ozodligini mahr qildilar. 7-bob, babun yahrumu min ar-rada'ati ma yahrabu min an-nasab. Nasabdan mahram bo'lganlar emizishdan ham mahram bo'lishi. 2055-hadis. Aisha zavji Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Tug'ishdan mahram bo'lgan narsalar emizishdan ham mahram bo'ladi" dedilar. 2056-hadis. Ummu Salama aytadilar, Ummu Habiba aytganlar, "Ya Rasululloh, singlimga nima deysiz yoki opamga?" Rasululloh aytdilarki, "Fa'alu ma", nima qilaman dedilar. Qolat, u kishi aytdilarki, "Uylanasiz unga" dedilar.
Qola Rasululloh aytdilarki, o'sha singling yoki opangami? Onamiz ha dedilar. Qola Rasululloh aytdilarki, sen shuni yaxshi ko'rasanmi? Qolat u kishi aytdilarki, men sizga xol emasman-ku. Yaxshilikda menga sherik bo'lganlarning eng menga yaxshi ko'rilgani o'sha uxtim, ya'ni opam yoki singlim dedilar. Rasululloh aytdilar, albatta u menga halol emas dedilar. Ummu Habiba aytdilarki, Allohga qasam, menga xabar qilindiki, siz Durrani yoki Zurra degan ayolni, Robiy Zuhriy shak qilyapti bunda, uki bint Abu Salama. Unga sovchi qo'yibsiz-ku. Rasululloh aytdilarki, Ummu Salamani qizgami? Ummu Habiba onamiz aytdilar, ha. Rasululloh aytdilarki, ammo Allohga qasam, agar u mening bag'rimdagi, qaramog'imdagi qizim bo'lmagan taqdirda ham menga u halol bo'lmasdi. Chunki u emikdosh akamning qizi. Meni va uni otasini Suvoyba emizgan dedilar. Menga qizlaringni ham, opa-singillaringni ham taklif qilmanglar dedilar. Babun fi labanil fahl. Erkak suti haqidagi bob. 2057-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Mening oldimga Aflah ibn Abul Quays kirdi. Men undan satrlandim. Keyin u aytdiki, sen mendan satrlanasanmi? Men amakingman-ku dedi. Oysha onamiz aytdilar, qayerdan amakim? U aytdiki, ha seni mening akam yoki ukamning xotini emizgan dedi. Oysha onamiz aytdilarki, ha meni ayol emizganda. Erkak emizmagan-ku meni dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldimga kirib qoldilar. Zotga men buni aytib berdim. Rasululloh aytdilarki, ha bu amaking, sening oldingga kiraversin u dedilar. 9-bob. Babun fi ridoatil kabiri. Kattani emizish haqida. 2058-hadis. Oysha radhiyallohu anhodan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning oldiga kirsalar, Oysha onamizning oldida bir kishi o'tiribdi ekan. Roviy Hafs aytadi, bu Rasulullohga mashaqqat bo'ldi. Yuzlari o'zgarib ketdi. Abu Davud aytadilar, so'ngra ittifoq qildi ikkita shayx. Xullas, o'shanda keyin Oysha onamiz aytgan ekanlarki, ya Rasululloh, u mening emikdosh akam. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, qaranglarda, aka-ukalaring kimligiga emizish ochlikdan deganlar. 10-bob. Babun fi man harrama bihi. U bilan harom qilgan kishilar haqida. 2061-hadis. Oysha zavjin Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan va Ummu Salama onamizdan keladi. Abu Huzayfa ibn Utbat ibn Rabi'at ibn Abdushams degan kishi Solimni o'g'il qilib olgandi va uni o'zining akasining qizi Hind bintil Valid ibn Utbat ibn Rabi'aga nikohlab qo'ygandi. Va u Solim ansorlardan bir ayolning mavlosi edi. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zaydni o'g'il qilib olganlari kabi o'g'il qilib olgandi. Va jahiliyatda kim bir kishini o'g'il qilib olsa, odamlar unga nisbat berardi va uning merosi unga berilardi meros qilib. Hatto Alloh subhanahu taolo mana shunda oyat tushirdi. Uduhum li abaihim, ularni otalariga nisbat berib chaqiringlar degan oyat tushdi. Ila qavlihi, to mana bu oyatgacha fa ikhwanukum fid-dini va mawalikum degan oyatlar tushdi. Dindagi sizlarning birodaringlar yoki mavlolaring degan. Shunda ular keyin otalariga qaytarildilar. Va kimniki uning otasi ma'lum bo'lmasa, u dindagi birodar va aka bo'lib qolardi. Shunda Sahla binti Suhayl ibn Amr al-Qurashiyya degan ayol keldi. So'ngra Omiri deb atalgan ayol, u o'sha Abu Huzayfaning xotini, ya'ni u aytdiki, ya Rasululloh, biz Solimni bolamiz deb yurardik. Va men bilan uyga kirardi. Va Abu Huzayfa bilan bitta uyga kirardi. Va meni ochiq holda ko'rardi. Va Alloh azza jalla ular haqida o'zingiz bilgan narsani tushirdi. Endi o'shanga nima deysiz? Dedi u ayol. Shunda unga Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ardihi, uni emizib qo'y dedilar. O'sha xotin 5 marta keyin emizib qo'ydi. Emizilgandan bolasi manzilatida bo'lib qoldi u odam. Keyin mana shu masala bilan, mana shu bilan Oysha radhiyallohu anhu o'zlarining opalarini qizlariga buyurar ekanlar va akalarini qizlariga kim agar Oysha onamizni ko'rishni istasa, Oysha onamiz oldiga kirishiga Oysha onamiz o'zlari rozi bo'lsalar, o'shani emizib qo'yishga buyurar ekanlar. Agarchi katta bo'lsa ham 5 marta emizishga buyurar ekanlar. So'ngra u odam Oysha onamiz oldiga kiraverar ekan. Va Ummu Salama va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning boshqa ayollari esa ularning oldilariga mana shu emizish bilan biror kimsa kirishiga unamagan ekanlar. Hatto u beshikda emmagan bo'lsa,
kirishligi unamasdilar. Va Oysha onamizga aytar ekanlar, u ayollar, Allohga qasam biz bilmaymiz, ehtimol bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan solimgagina ruxsatdir, qolgan odamlarga emas, der ekanlar. 11-bob. Babun hal yuharrimu ma duna 5 radoat? 5 marta emizishdan kam mahram qiladimi, yo'qmi? 2062-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Alloh Qur'onda nozil qilgan narsalarda 10 ta emizish mahram qiladi degan oyat bo'lardi. So'ngra ular bekor qilindi. 5 ta emizish mahram qiladi degan oyat bilan bekor qilindi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida ular Qur'ondan o'qilinadigan oyatlardan edi, deyaptilar. 2063-hadis Oysha radhiyallohu anhodan yana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Wala 2 marta surish mahram qilmaydi." Babun fi radhi inda al-fisal. Sutdan ayirishda radh, ya'ni hadiya berish haqida. 2064-hadis Hajjoj ibn Hajjoj otasidan rivoyat qiladi. U odam aytdi: Rasululloh emizish mazammatini mendan nima ketkizadi? Rasululloh aytdilar: al-g'urratu al-abdu aw al-ama. G'urra, qul yoki cho'ri dedilar. 13-bob. Babu ma yukrahu an yujma'a baynahunna min an-nisa. Ayollardan o'rtasi jamlanish makruh bo'lgan ayollar. 2065-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Ayol ammasining ustiga nikohlanmaydi va amma ham aka-ukasining qizini ustiga nikohlanilmaydi. Ayol xolasining ustiga nikohlanilmaydi va xola ham aka-ukasining, ya'ni opa-singlisining qizini ustiga nikohlanilmaydi. Xola ham opa-singlisining qizini ustiga nikohlanilmaydi. Kattani kichkinani ustiga ham nikohlanilmaydi va kichkinani kattaning ustiga ham nikohlanilmaydi dedilar. 2066-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardilar ayol kishi bilan xolasini va ayol kishi bilan ammasini o'rtasini jamlanishdan. 2067-hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yoqtirmadilar amma bilan xolani o'rtasini jamlanishini va ikki xola bilan ikki ammani o'rtasini jamlanishini. 2068-hadis. Urvat ibn Zubayrdan u kishi Aisha zavji Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar Allohning mana so'zi haqida. Bu oyat haqida: "Va in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa." Niso surasining 3-oyati. Agar sizlar yetimlarda adolatsizlik qilib qo'yishdan qo'rqsanglar, o'zingizga yoqqan ayollardan uylaninglar boshqalariga degan oyat. Nima haqida kelgandi so'radilar. Oysha onamiz aytdilarki: "Ey jiyanim, bu shundayki bir yetim qiz bo'ladi. Bir valisining qaramog'ida bo'ladi. Valisining molida unga sherik bo'ladi. Keyin u qizning moli, jamoli valisini ajablantiradi. Uni valisi unga uylanib olishni istaydi. Mahrida adolatli qilmasdan, unga boshqalar unga beradigan mahrni bermasdan, ana shu qaytarilinyapti ularga uylanishlari erkaklar, illa ularga adolat qilsa uylansin mahrida deyapti. Va ularning mahridan ularning yo'nalishdagi eng oliy miqdorini ularga yetkazsagina uylanishiga ruxsat berilyapti. Va aks holda ulardan boshqa ayollardan yoqqaniga uylanishiga buyurilyapti." Oysha aytdilarki, so'ngra odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ayollar haqida fatvo so'radilar. Alloh azza va jalla shunda oyat tushirdi: "Va istaftuna fin nisa qulillahu yuftikum fihinna." Sizdan ayollar haqida fatvo so'rashadilar. Ayting, Alloh sizlarga ular haqida fatvo beradi. "Va ma yutla alaykum fil kitab fi yatamin nisa." Sizlarga kitobda tilovat qilinayotgan narsa yetim ayollar haqida edi. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. U ayollarki, ularga bitilingan narsani sizlar ularga bermaysizlar. Va targhabuna an tankihuhunna, va uylanib olishni istaysizlar degan oyat. Niso surasining 126-oyati. Oysha onamiz aytadilar: Alloh ularga kitobda zikr qilingan deb zikr qilgani bu 1-oyat. Uki Alloh subhanahu va taolo unda aytdi-ku, yetimlarda adolatsizlik qilishdan qo'rqsanglar, o'zingizga yoqqanlar ayollardan boshqalarga uylaninglar degan oyat. Keyin Oysha onamiz aytdilarki, Alloh azzallaning oxirgi oyatdagi so'zi ularga uylanib olishga rag'bat qilasizlar degani, u biringlar yetimiga uylanishdan rag'bat qiladi. Qaramog'dagi yetimiga uylanishdan, u moli kam bo'lganda, jamoli kam bo'lganda rag'bat qiladi. Ana shuning uchun qaytarilindilar. Moliga, jamoliga rag'bat qilgan yetim ayollarga uylanishdan, illa uylansa ham adolat bilan uylansin. Ulardan yuz o'girganligi sababidan deyildi. Ravi Yunus aytadi, Robiya aytdi Alloh azza va jallaning ushbu so'zida: "Va in khiftum alla tuqsitu fil yatama." Yetimlarda adolatsizlik qilishdan qo'rqsanglar degani, qola yaqul, Alloh aytayaptiki, utrukuhunna, uni tark qilinglar o'shanda. Agar qo'rqsanglar,
Men sizlarga undan boshqasini 4 tasini halol qildim-ku degan ma'noda dedilar. 2069-hadis. Ibn Shihob aytadilar, Ali ibn Husayn u kishiga aytib bergan ekan. Ular Madinaga kelgan paytda Yazid ibn Muaviyaning huzuridan. Bu Husayn ibn Ali radhiyallohu anhuning qatl bo'lgan vaqti edi. O'shanda Misvar ibn Mahrama u kishiga yo'liqdi. Fuqollahu u kishiga aytdiki, sizda menga biror hojatingiz bormi? Menga biror narsani buyurasizmi dedi. Qora u kishi aytdiki, men unga aytdimki, yo'q dedim. U kishi aytdiki, siz menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilichini berasizmi? Men qavm unda sizga g'olib kelishidan qo'rqyapman-da. Allohga qasam, men uni hech kimga bermayman. Unga hech kim yetolmaydi abadan. Hatto mening jonimga yetilgunga qadar. Albatta Ali ibn Abu Talib sallallohu alayhi vasallam Abu Jahlning qiziga sovchi qo'ygandilar, Fotimaning ustiga radhiyallohu anha. Shunda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni odamlarga xutba qilganlarini eshitdim shu mavzuda. Minbarda turib xutba qildilar mana shu minbarda. Men o'shanda ehtilom yoshiga yetgan edim. Fotima mendan va men u dinida fitnalanishdan qo'rqyapman dedilar. So'ngra Rasululloh Banu Abdul Shamsdan bo'lgan bir kuyovlarini zikr qildilar. Unga qudachiligida, Rasulullohga qilgan qudachiligida maqtov aytdilar, yaxshi qilganligini aytdilar. Menga gapirib rost aytdi, va'da berib vafo qildi dedilar. Va men halolni harom qilmayman, haromni halol qilmayman dedilar. Va lekin Allohga qasam, Rasulullohning qizi bilan Allohning dushmanining qizi bir makonda abadan jamlanmaydi dedilar. Babun fi nikahil mut'a nikohi haqida. 2072-hadis. Zuhri aytadilar, biz Umar ibn Abdulazizni huzurlarida edik. Ayollarga mut'a qilishni zikr qildik. Shunda u kishiga bir kishi aytdiki, Robi ibn Sabro degan odam, men otamga guvohlik beraman, u aytib bergan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan qaytarganlar hajjatul vadoda. 15-bob, babun fi shig'or haqida. 2074-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan. Rasululloh shig'ordan qaytardilar. 16-bob, babun fi tahlili, halollash haqida. 2076-hadis. Ali radhiyallohu anhudan. Rasululloh la'natlaganlar halollovchini va halollanganni va uning uchun halollanganni. 17-bob, babun fi nikahil abdi bighayri izni mawalih. Qul hojalarining iznsiz nikohlanishi. 2078-hadis. Jabir aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysiki qul hojalarining iznsiz uylanib olsa, u zinokordir dedilar. 2079-hadis. Ibn Umardan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar qul hojasining iznsiz nikohlansa, nikohi botildir dedilar. Babun fi karohiyati an yaxtuba ar-rajul ala xitbati akhihi. Kishi birodarining sovchisi ustiga sovchi qo'yishi makruhligi. 2081-hadis. Ibn Umar aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, birotalaring birodarining sovchisi ustiga sovchi qo'ymasin va savdosi ustiga savdo qilmasin, illo magar u izn bersa mayli deyildi. 19-bob, babun fi ar-rajul yanzuru ila al-mar'ati wa huwa yuridu tazwijaha. Kishi ayolga qarashi, u unga nikohlanishni istasa. 2082-hadis. Jabir ibn Abdullah aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar birlaring bir ayolga sovchi qo'ysa, agar uning nikohiga, uni chaqiradigan narsaga qarashga qodir bo'lsa, shunday qilsin dedilar. Keyin Jabir aytadilar, men bir qizga sovchi qo'ydimda, men unga yashirinib o'tirardim. Hatto undan men uning nikohiga meni chaqirgan narsani va unga uylanishga meni chaqirgan narsani ko'rdim. Shunda unga uylandim dedilar. Babun fil vali haqida ekan. 2083-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysi ayol mavlolarining iznisiz nikohlansa, nikohi botildir deb 3 marta aytdilar. Agar u erkak u ayolga kirsa, u ayolga mahr lozim bo'ladi, u erkak unga tegingani sababidan. Agar tortishib qolishsa, sulton valisi yo'qning valisidir. 2085-hadis. Abu Musa aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, valisiz nikoh yo'q dedilar. 2086-hadis. Ummu Habiba u kishi Ibn Jahshning ostida edi. U odam u kishidan halok bo'ldi. U kishi Habash yeriga hijrat qilgan kishilardan edi. Shunda Najjoshiy u ayolni ularning huzurida bo'lgan vaqtida Rasulullohga nikohlab qo'ydi. 21-bob, babun fil adl haqida. 2087-hadis. Maqil ibn Yasar aytadilar,
Mening bir singlim yoki opam bor edi deydi. Menga sovchilar kelardi uning nomidan. Keyin mening bir amakimning o'g'li keldi menga. Unga men uni nikohlab berdim. Keyin u uni taloq qildi. Qaytarishi mumkin bo'lgan qilib taloq qildi. Ya'ni bitta taloq qilgan. So'ngra tashab ketdi uni. Iddasi chiqqaniga qadar tashab qo'ydi. Keyin yana menga uning uchun sovchilar kela boshlagandan keyin kelib menga yana sovchilik qildi u singlim uchun. Shunda men aytdimki, "Yo'q, Allohga qasam, hech qachon uni endi senga nikohlamayman" dedim. Ana shunda men haqimda mana shu oyat tushdi deganlar. Baqara surasining 232-oyati: "Va idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna." Va agar ayollarni taloq qilsanglar, ular muddatlari yetsa, ularni man qilmanglar erlariga nikohlanishlaridan degan oyat tushdi. Keyin men qasamimga kaforat berdim-da, uni unga nikohlab berdim dedilar. 22-bob. Babun ida ankahal valiyan, ikki vali nikohlasa. 2088-hadis. Samuradan aytadilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam: qaysiki ayolni ikki vali nikohlab qo'ysa, u ayol u ikki erkakdan avvalgisiga va qaysiki kishi, ya'ni ikki kishiga savdo qilib qo'ysa, u ikkisidan avvalgisiga dedilar. Babun fil istimor haqida. 2092-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: juvon amri talab qilinmagunga qadar nikohlanmaydi. Bokira ham izni bilangina nikohlanadi. Odamlar aytdiki: "Ya Rasululloh, uning izni nima?" Rasululloh aytdilarki, sukut qilishi. 2093-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: yetim qiz nafsida undan amr so'raladi. Agar sukut qilsa, u uning iznidir. Agar unamasa, unga javoz yo'qdir dedilar. 2095-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ayollar bilan qizlarida maslahat qilinglar deganlar. 26-bob. Babun fis-sayyibi, juvon haqida. 2098-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: juvon o'z nafsiga valisidan da haqliroqdir. Bokira nafsida undan izn so'raladi va izni esa jim turishligidir dedilar. 2100-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: valini juvon bilan amri yo'q. Yetim qiz undan amr talab qilinadi, uning jim turishligi iqrorligidir. 2101-hadis. Xonsa binti Xizamul Ansoriya aytadilar: otasi u kishini nikohlagan ekan. U kishi juvon holida buni yoqtirmagan ekanlar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelganlarida, mana shu Rasulullohga zikr qilganlarida Rasululloh uning nikohini rad qilgan ekanlar. 28-bob. Babun fil akfa, tinhurlar haqida. 2102-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Abu Hind Nabiy sallallohu alayhi vasallamni yafuqlarda hijoma qildi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya bani Bayoda, Abu Hindga nikohlaylar. Abu Hindni nikohlaylar va Abu Hindga nikohlaylar." Va aytdilarki, agar shu davolanayotgan narsalardan biron narsada yaxshilik bo'lsa, hijomada bor dedilar. Babun fi tazviji man lam yulad, tug'ilmagan kishini nikohlash haqida. 2103-hadis. Maymuna bintu Kardam aytadilar: men otam bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hajlariga chiqdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Otam uzotga yaqinlashdilar. Uzot tuyalarida edilar. Unga turdilar va undan eshitdilar. Uzotda derro bor edi. Qamchi, xuddiki o'qituvchilarning qamchisidek. O'shanda arablarni men va bir odamlarni aytayotganlarini eshitdim. Toptabayya, toptabayya, toptabayya deyishardi. Otam uzotga yaqinlashdilarda oyoqlaridan tutdilar. Uzot unga iqror bo'ldilar va turdilar. Va uzotdan eshitdilar. Faqola shunda aytdilarki, ya'ni otalar aytibdilar: men Isron askarlariga hozir bo'lgandim. Roviy ibn Musanna aytadi: G'isron askarlari deydi. Kim menga bir nayza beradi, uning savobi evaziga dedi. Men aytdimki, savobi nima dedim. U aytdiki, meniki bo'ladigan birinchi qizimni unga nikohlayman dedi. Keyin men unga kamonimni berdim yoki nayzamni. So'ngra undan g'oyib bo'lib ketdim bir muddat. Va hatto bildimki, uni bir qizi tug'ilibdi va balog'atga yetibdi. So'ngra men uni oldiga keldim. Unga aytdimki, mening ahlim bu.
ularni menga jihozla dedim. U qasam ichib turib oldi unday qilmasligiga, toki yangi mahr unga bermagunimcha. Men bilan uning o'rtasida bo'lgandan boshqa narsa berishmagunimcha yangi mahr bermayman deb turib oldi. Men shunda qasam ichdim, unga berganimdan boshqani bermasligimga mahrini. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bugun u qaysi ayollar tengxo'r dedilar. Qola u kishi aytdilarki, ha u Qatirni ko'rib qolgan dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki, aro antatrukaha. Men uni tark qilishligingni o'ylayman dedilar. Kim bu narsa meni bezovta qildi? Va men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaradim. Mana shuni mendan Rasululloh ko'rganlaridan keyin aytdilarki, gunohkor bo'lmaysan, sohibing ham gunohkor bo'lmaydi dedilar. Abu Dovud aytadilar, Qatir u oqlikdir. 29-bob. Babu sadaq mahr haqida bob mana. 2105-hadis. Abu Salama aytadilar, men Oysha radhiyallohu anhodan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mahrlari haqida so'radim. Onamiz aytdilar, 12 uqiya va yana qanchadir dedilar. Men aytdim, u nash qanchadir nima? U kishi aytdilarki, nisfu uqiya, yarim uqiya dedilar. 2106-hadis. Abu al-Ajfa as-Sulami aytadilar, Umar rahimahulloh bizga xutba qildi. Aytdilarki, ogoh bo'linglar, ayollarning mahrlarida g'ulu ketmanglar, qimmatlashtirmanglar. Chunki agar u dunyoda karomat yoki Allohning huzurida taqvo bo'lganda, bunga sizlarning eng avlolaring Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lardilar. Vaholanki u zot ayollardan birortasiga mahr bermadilar va qizlaridan biror ayolga ham mahr berilmadi, 12 o'qiyadan ko'p. 2108-hadis. Zuhri aytadilar, Najjoshi Habiba bint Abu Sufyonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nikohladi, 4000 dirham mahriga. Va mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maktub qilib yozdi. Faqobila, Rasululloh qabul qildilar. Ya'ni shu bilan nikoh bo'ldi. Babu qillatil mahr, mahrni oz qilish haqida. 2109-hadis. Anas radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdurrahmon ibn Avfni ko'rdilar. U kishida za'faron asari bor ekan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Mahyam nima bu?" dedilar. U kishi aytdilarki, "Rasululloh bir xotinga uylandim" dedilar. Rasululloh aytdilarki, "Ma astaqtaha, nimani mahr berding unga?" Tilladan navat vaznini berdim. Rasululloh aytdilar, "Avlim walau bishat." Bir qo'y bilan bo'lsa ham valima qil dedilar. 2110-hadis. Jabir ibn Abdullah aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kimda kim bir ayolning mahriga 2 kafta to'laligicha saviq yoki xurmo bersa ham batahqiq halollabdi deganlar. 31-bob. Babun fit tazwiji ala al-amali yu'mal, qilinadigan amal evaziga nikohlash. 2111-hadis. Sahl ibn Sa'd as-Sa'di aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir ayol keldi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, men nafsimni sizga sovg'a qildim" dedi. Uzoq turib qoldi. Shunda bir kishi turdi-da aytdiki, "Ya Rasululloh, agar sizda unga hojatingiz bo'lmasa, uni menga nikohlang" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Senda unga mahr qilib beradigan biror narsang bormi?" dedilar. U odam aytdiki, "Ma endi illa izari hada. Men mana shu izorimdan boshqa hech narsam yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilar, "Sen agar izoringni unga bersang, o'zing izorsiz o'tirasan. Boshqa narsa izladilar." U odam, "Men hech narsa topolmayapman" dedi. Rasululloh aytdilarki, "Temirdan bo'lsa ham bir uzuk izla" dedilar. Izladi, o'sha ham topolmadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Senda Qur'ondan biror narsa bormi?" dedilar. "Ha" dedi. "Falon sura" deb bir suralarni nomlab berdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Senga uni men nikohladim, sendagi Qur'on evaziga" dedilar. Babun fi man tazawwaja wa lam yusammi sadaqan hatta mata. Bir kishi uylansa-da, mahrni nomlamasdan o'lib qolsa. 2114-hadis. Abdulloh radhiyallohu anhudan, bir kishi agar bir xotinga uylansa-da, u o'sha xotindan o'lib qolsa, hali u bilan birga bo'lmasdan turib va unga hali mahr belgilamasdan turib, ana shunda Ibn Mas'ud aytdilarki, u ayolga komil mahr bo'ladi dedilar. U ayolga idda lozim bo'ladi dedilar. Va u ayolga meros bo'ladi dedilar. Shunda Maqil ibn Sinon aytdilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman, ana shuni hukm qilganlar. Birva bint Vashiq degan ayol haqida. 2117-hadis. Uqbat ibn Amirdan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishiga aytgan ekanlar, "Men seni palonchiga uylantirib qo'yishimga rozimisan?" U odam ha degan. Va ayolga aytganlar, "Seni palonchiga uylantirib qo'yishimga, nikohlab qo'yishimga rozimisan?" U ayol ham ha degan. Shunda uning birini sohibga nikohlab qo'ydilar. Keyin u erkak u ayolga duxul qildi, kirdi oldiga. Unga hali mahr belgilamagandi. Unga hech narsa bermagandi ham.
u kishi Hudaybiyaga shohid bo'lgan kishilardan edi. Va Hudaybiyaga shohid bo'lgan kishilar uni Haybardan ulushi bo'lardi. Keyin u odamga o'lim hozir bo'lgach, aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni palonchaga uylantirib qo'ygandilar. Men unga hali mahr belgilamagandim, unga hech narsa bermagandim. Men sizlarni guvoh qilaman, men u ayolga mahridan Haybardagi o'sha ulushimni berdim, dedi. Shundan keyin u ayol o'sha ulushni oldi va 100 mingga sotdi uni. Abu Dovud aytadilar, Umar ibn Xattob qo'shimcha kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, nikohning yaxshisi yengilidir dedilar. Va yana aytgan ekanlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, lirrajuli o'sha kishiga deb keyin yuqoridagi ma'nodagi hadisni keltirgan deyapti. 33-bob babun fi xutbati nikoh xutbasi haqida. 2118-hadis. Abdulloh aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga hojat xutbasini o'rgatdilar. Alhamdulillah nasta'inuhu va nastaghfiruhu va na'uzu bihi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illalloh wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 2120-hadis. Alo ibn Axi Shuayb ar-Rozi Ismoil ibn Ibrohimdan, u Banu Sulaymdan bir kishidan rivoyat qiladi. U kishi aytadilar, men Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelib, Ummama bint Abdul Muttolibni sovchi bo'ldim. Menga uni nikohlab qo'ydilar, min g'ayri an yatashahhad, tashahhud aytmasdan ham debdi. Babun fi tazwiji sig'or, yoshlarni nikohlash haqida. 2121-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men 7 yoshimda uylandilar. Rovi Sulaymon aytadi, yoki 6 yosh deyapti mana. Keyin menga duxul qildilar, men 9 yosh edim dedilar Oysha onamiz. 35-bob. Babun fil muqami indal bikri, bokiranikida turish. 2122-hadis. Ummu Salama aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama onamizga uylanganlarida u kishinikida 3 kun turdilar. So'ngra aytdilarki, seni ahlinga arzimasliging yo'q. Agar istasang senga 7 kun qilaman. Agar senga 7 kun qilsam, ayollarimga 7 kun qilaman deganlar. 2123-hadis. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiyani olganlarida unikida 3 kun turdilar. Rovi Usmon qo'shimcha qilgan ekan, u juvon edi deyapti mana. Anasdan ham kelgan shunaqa rivoyat deyapti. 2124-hadis. Anas ibn Malik aytadilar, agar bir kishi juvonning ustiga qiz bolaga uylansa, unikida 7 kun turadi. Agar juvonga uylansa, unikida 3 kun turadi. Agar men istasam, uni Rasulullohga nisbat bergan deyishni rost aytgan bo'lardim. Lekin sunnat shunaqa dedi-da, deyapti. 36-bob. Babun fir rajuli yadkhulu bi imratihi qabla an yanqudaha shay'an. Kishi xotiniga biror narsa naqd berishidan oldin kirishi. 2125-hadis. Ibn Abbos aytadilar, Ali Fotimaga uylanganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga aytgan ekanlar, unga biror narsa ber deganlar. U aytganki, menda hech narsa yo'q-da. Rasululloh aytganlarki, "Ana xotami sauting qani?" deganlar. 2126-hadis. Muhammad ibn Abdurrahmon ibn Savbon aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan bir kishidan deb. Ali Fotimaga bint Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylanganlarida, uni oldiga kirishni istaganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qilgan ekanlar. To unga bir narsa bermaguncha kirmaysan degan. Shuni aytganki, Rasululloh men hech narsam yo'q-da degan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ati hadir ak sautingni ber" deganlar. U savutini bergan, so'ng uni oldiga kirgan. 2128-hadis. Oysha radhiyallohu anhodan aytadilar, meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga buyurdilar, bir ayolni erga kirgizishimni u unga biror narsa berishdan oldin edi debdilar. 2129-hadis. Amr Shoyb Anabiyan jaddiy rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysiki ayol mahr yoki sovg'a yoki bir va'da evaziga nikohlansa, nikoh aqdidan oldin u o'shangadir va nikoh aqdidan keyin esa u kimga berilgan bo'lsa o'shangadir va kishini ikrom qilinganda eng haqli narsasi qizi yoki uning opa-singlisidir dedilar. Babu ma yuqalu lil mutazawwij. Uylangan kishiga nima deyilishi haqida. 2130-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar bir kishini tabriklasalar, agar uylansa birov, aytar ekanlar,
Barakallohu lak va baraka alayk va jama'a baynakuma fi khayr. Alloh senga baraka bersin va sening ustingdan baraka yog'dirsin va ikkalaylarning o'rtanglarini yaxshilikda jamlasin der ekanlar. 38-bob. Babun fi rajuli yatazawwaju al-mar'ata fayajiduha hubla. Kishi bir ayolga uylansa-da, uni homilador holda topsa. 2131-hadis. Said ibn Musayyib ansorlardan bir kishidan aytadilar. Ibn Abu Sarri aytadi, u ansorlardan. Muhammad so'ngra roviylar ittifoq qildi. O'sha Basra degan odam bo'lgan ekan o'sha odam. Kim bo'lsa ham, ansoriymi, boshqami. O'sha kishi aytadilar, Basro. Men bir bokra satridagi qizga uylandim. Unga oldiga kirdim, qarasam u homila ekan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sen uning farjidan halollaganing sabab unga mahr bor. Bola esa senga qul dedilar. Agar tug'sa, Hasan aytadi, fajlidha, uni jaldala dedilar. 39-bob. Babun fil qasmi baynan nisa. Ayollar o'rtasida taqsim qilish, ya'ni ko'p qotillikda. 2133-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kimniki ikkita xotini bo'lsa va uni biriga moyil bo'lsa, qiyomat kunida bir tarafi moyil holda keladi dedilar. 2144-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqsim qilardilar-da aytar ekanlar. Allohim, bu mening taqsimim molik bo'lgan narsalarimda. Sen o'zing molik bo'lgan, men molik bo'lmagan narsalarda meni malomat qilmagan der ekanlar. 2135-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, jiyanlari Urvaga aytibdilar. Ey jiyan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ba'zimizdan taqsimda biznikida turishliklarida afzal qilmasdilar. Har qanday kun bo'lsin kamdan kam holatda o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam albatta bizning hammamizni aylanib chiqardilar. Hamma ayollariga yaqinlashardilar teginmasdan. Hatto o'sha u ayolni o'zini kuni bo'lgan ayolni oldiga yetkinga qadar. Keyin o'shanikida tunardilar. Keyin Savda binti Zam'a yoshlari o'tib qolgach va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishidan ayrilib ketishidan xavotirlangach, aytdilar, "Ya Rasululloh, mening kunim Oyshaga" dedilar. Mana buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan qabul qildilar. Biz aytamizki, deyaptilar shuni Oysha onamiz. Mana shunda Alloh azza jalla oyat tushirdi va o'sha savdoga o'xshaganlarda deb o'ylayman. Mana shu oyatni tushirdi. Va nimratun khafat min ba'liha nushuzan. Agar bir xotin eridan yuz o'girishidan qo'rqsa degan, ya'ni Niso surasining 128-oyatini tushirdi deydi. 2136-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan izn so'rardilar, agar bir ayolni bizdan kuni bo'lsa, mana shu oyat tushgandan keyin. Turji man tasha'u minhunna va tubi ilayka man tasha. Ulardan istaganingizni nari qilasiz, istaganingizni o'zingizga bag'ringizga olasiz degan oyat tushgandan keyin. Muoza aytadilar, men onamizga aytdim, siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima dedingiz shunda? Aytdilarki, men aytardim, agar bu menga bo'lsa, men nafsimdan birovni ustun ko'rmayman derdim. 2137-hadis. Oysha radhiyallohu anha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollariga kasalliklarida odam jo'natdilar. Ular jamlandi. Shunda aytdilarki, men sizlarni o'rtanglarda aylanib yurishga qodir emasman. Agar menga izn berishni o'ylasanglar, men Oyshanikida bo'lishimni shunday qilinglar dedilar. Keyin izn berishdi ular Rasulullohga. 2138-hadis. Oysha zavji Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bir safardan istasalar, ayollarning o'rtasida qur'a tashlardilar. Qaysiki ayolning ulushi chiqsa, o'sha bilan chiqardilar. O'shani o'zlari bilan olib chiqardilar. Va ayollardan har birini kunini va tunini taqsimlardilar. Faqat Savda binti Zama boshqa. U kunini Oyshaga bergandi. 2139-hadis. Uqbat ibn Amir aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, vafo qilishlaringga eng haqli shartlar avratlar halollangandagi shartlardir dedilar. 41-bob. Babun fi haqqi zawji alal mar'a. Erni xotin ustidagi haqqi haqida. 2140-hadis. Qays ibn Sa'd aytadilar, men Hiraga keldim. Ularni o'zlarining marzubonlariga sajda qilayotganlarini ko'rdim. Shunda aytdimki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zot sajda qilinishga haqliroq dedim. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga keldim, aytdimki, men Hiraga bordim. Ular o'zlarining marzubonlariga sajda qilayotganlarini ko'rdim. Siz ya Rasululloh sajda qilishimizga haqlisiz, haqliroqsiz dedim. Rasululloh aytdilarki, aytkinchi, agarda mening qabrimni oldidan o'tsang, unga sajda qilarmiding dedilar. Men yo'q dedim. Rasululloh aytdilarki, unday qilmanglar unda. Agar men birovni
birovga sajda qilishiga buyursam, ayollarga, erlarga sajda qilishlarini buyurgan bo'lardim. Alloh ularni, ya'ni erkaklar uchun ayollarning zimmasida qilgan haqlaridan. 2141-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: agar kishi xotinini to'shagiga chaqirsa, u xotin unamasa, kelmasa unga, keyin er unga g'azab qilib tunasa, to tong ottirguniga qadar malaikalar uni la'natlaydi dedilar. 43-bob. Babun fi haqqil mar'ati ala zawjiha. Ayolni eri ustidagi haqqi. 2142-hadis. Muaviyatul Qushayri aytadilar: men aytdimki, Rasululloh, birimizning xotinini uning zimmasida nima haqqi bor? Rasululloh aytdilarki, taomlansang uni ham taomlantirishing, kiyinsang yoki kasb qilsang uni kiyintirishing va yuziga urma va qabihga chiqarma va uydan boshqa joyda uni hajr qilma dedilar. 2143-hadis. Bahz ibn Hakim otasidan va bobosidan rivoyat qiladi. Men aytdimki, Rasululloh, ayollarimizdan ulardan nimaga kelaylik va nimani tark qilaylik dedik. Rasululloh aytdilarki, ikinzoringga istagan joyidan kel. Taomlansang uni taomlantir, kiyinsang kiyintir. Yuzini qabih dema, va tadrib va urma dedilar. 2145-hadis. Abu Hurra ar-Ruqoshi amakisidan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: agar ayollarni itoatsizligidan qo'rqsanglar, to'shakda ularni hajr qilinglar dedilar. 2146-hadis. Ubaydulloh ibn Abdullah u kishi aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Allohning cho'rilarini urmanglar. Shunda Umar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga keldilar-da aytdilarki, ayollar erlariga itoatsizlik qilib qo'ydilar, itoat qilmay qo'ydilar dedi. Shunda ularni urishga ruxsat berdilar keyin. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonadonini ko'p ayollar qurshab oldi, o'rab oldi, erlaridan shikoyat qilib kelardilar. Ana shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, oli Muhammadning xonadonini ko'p ayollar qurshab oldilar, erlaridan shikoyat qilyaptilar. Ular yaxshilaring emas dedilar. 2147-hadis. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kishidan xotinini nimaga urgani so'ralinmaydi dedilar. 44-bob. Babu ma yu'maru bihi min ghaddil basar. Ko'zni tiyishga buyurilgani haqida. 2148-hadis. Jarir radhiyallohu anhu u kishi aytadilar: men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nadrul fajaa, to'satdan ko'z tushishi haqida so'radim. Faqol aytdilarki, isrif basarak, ko'zingni bur dedilar. 2149-hadis. Abu Robiatul Iyodi ibn Buraydadan u otasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Aliga aytdilar: ey Ali, nazarni nazarga ergashtirma, chunki birinchisi senga, oxirgisi senga emas dedilar. 2150-hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: ayol kishiga aralashib, uni eriga sifatlab bermasin, eri unga qarayotgandek. 2151-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir ayolni ko'rdilar-da, keyin Zaynab binti Jahshni oldiga kirdilar, hojatlarini undan bitirdilar. So'ngra ashablariga chiqdilar, ularga aytdilar: albatta ayol shayton suratida keladi. Kim mana shundan biror narsani topsa, ahliga borsin. U uning nafsidagi narsani ketkizadi dedilar. 2152-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan. Men Abu Hurayra Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytgan narsachalik lamamga o'xshash narsani ko'rmadim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Alloh odam bolasiga zinodan nasibasini yozgan. Shubhasiz o'shanga yetadi odam. Ikki ko'zning zinosi nazardir, tilning zinosi nutqdir, nafs esa orzu qiladi, ishtaha qiladi. Farj esa shuni tasdiqlaydi va yolg'onga chiqaradi dedilar. 2154-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: quloq uning zinosi quloq solishdir dedilar. Babun fi wat'is sabaya. Sabiyalarni vati qilish haqida. 2155-hadis. Abu Said al-Khudriy radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunayn kunida Avtos qabilasiga bir askar jo'natdilar. Ular dushmanlariga yo'liqishdi, ularga urush qildilar, ularga g'alaba qildilar va ulardan asirlar oldilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan bir kishilar o'sha asiralarga teginishdan ularning eri bo'lgani mushrik erlari sababidan haraj sezdilar. Shunda Alloh taolo mana shunga oyat tushirdi: "Val muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum." Ayollardan muhsanatlari, ya'ni eri borlarga teginmanglar. Uylanishligilar harom, magar qo'linglar molik bo'lgan narsa bo'lsa mayli dedi. Niso surasining 24-oyat. Ya'ni fahunna lahum halalun idan qadat iddatuhunna. O'sha ayollar bu erkaklarga haloldirlar,
agar u ayollarning iddalari tugasa. 2156-hadis. Abu Dardo radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir g'azotda edilar. Tug'ishi oz qolgan bir xotinni ko'rdilar. Faqola aytdilarki, ehtimol uning sohibi unga teginganovi dedilar. Odamlar ha deydi. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, men istadimki uni shunday bir la'natlasam, o'sha qabrigacha u bilan birga kirib ketsa keyin la'nat dedilar. Axir qanday qilib uni merosxo'r qiladi, u unga halol emas. Axir qanday qilib uni ishlatadi, u unga halol emas. 2157-hadis Abu Said al-Xudriydan. U kishi Rasulullohga nisbat beradilar hadisni. Avtos jangida tushgan asiralar haqida aytgan ekanlar. Homilador ayol qo'shilmaydi to utuquniga qadar. Va homila bo'lmagan ayol ham to bir hayz o'tguniga qadar qo'shilmaydi dedilar. 2158-hadis Ruwayfi ibn Sobit al-Ansori aytadilar. U kishi bizning ichimizda xutbaga turdilar. Qola aytdilarki, bilinglarki, men sizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Hunayn kunida eshitgan narsamdan boshqasini aytmayman dedilar. Aytdilarki, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishiga suvini birovning ekiniga quyishi halol emas dedilar. Ya'ni homiladorlarga teginish. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishiga asirlardan biror ayolga to u ayolni poklamagunga qadar teginishi halol emas dedilar. Va Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishiga g'animatni to taqsimlangunga qadar sotishi halol emas dedilar. Babun fi jami'in nikoh. Nikohni jamlovchi kishi haqidagi bob. 2160-hadis Amr ibn Shoyib otasi u bobosidan Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan aytadilar: Agar birlaring bir ayolga uylansa yoki bir xizmatkor sotib olsa, aytsin: Allohim, men sendan uning yaxshiligini va sen unda yaratgan narsaning yaxshiligini so'rayman. Va men sendan uning yomonligidan panoh so'rayman va sen unda yaratgan narsalarning yomonligidan panoh so'rayman desin. Agar bir tuya sotib olsa ham, uning urkashini uchidan tutsin-da, mana shuni mislini aytsin dedilar. 2161-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar deydilar: Agar birlaring ahliga kelishni iroda qilganda, bismillah, Allohim bizni shaytondan chetlatgin, shaytonni ham bizga rizq qilib bergan narsangdan chetlatgin desa, so'ngra o'rtalarida bola bo'lishi shunda taqdir qilinsa, shayton hech qachon unga zarar bermaydi dedilar. 2162-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Ayolini orqasiga kelgan kishi la'natlangandir dedilar. 2163-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan aytadilar: Yahudlar aytar ekanlar, agar erkak kishi ayoliga, ahliga farjiga orqa tarafdan kelsa, jimo qilsa, bolasi g'ilay tug'ilar ekan, deyishar ekan. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo oyat tushirdi: Ayollaring ikinzorlaringdir. Ikinzorlaringga xohlagan taraflaringdan kelaveringlar degan Baqara surasining 223-oyatini tushirdi deb. 2164-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: Ibn Umar, Alloh uni kechirsin, xato qildi. Ansorlardan bir qabila bo'lardi. Bu o'shalar deydi. Ular butparast edilar. Ular mana shu yahudlar qabilalari bilan yashardilar. Ular ahli kitob edilar. Ular o'ylashardiki, ularni ilmda bulardan o'zlaridan fazli borligini. Shuning uchun fe'llardan ko'p narsalarda ularga iqtido qilishardi. Ahli kitoblarning ishlaridan shunday bir ishlar bor ediki, ayollarga bir taraflama kelardi ular faqat. Bu ayolning eng satrli bo'lgan holatida. Ammo ansorlardan mana bu qabilalar ularning fe'llaridan mana shuni olib olgandilar. Va Qurayshdan mana bu qabila esa ayollarni juda xunuk ochib tashlardilar. Ulardan old tarafdan, orqa tarafdan yon boshlagan holda foydalanib lazzatlanardilar. Muhojirlar Madinaga kelgach, ulardan bir kishi ansorlardan bir ayolga uylandi. Unga shu ishni qilmoqchi bo'ldi. Ana bunga u keyin uni inkor qildi va aytdiki, biz bir tarafga ko'ra kelardik. Bizda bir tarafga ko'ra kelinadi. Qilsang mana shunday qil, bo'lmasa mendan chetlan dedi. Hatto shariat amri shu ikkisining ishi tarqab ketdi keyin. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib bordi. Shunda Alloh azza jalla oyat tushirdi: Ayollaring ikinzorlaringga xohlagan tomondan kelinglar, old tarafdan, orqa tarafdan yon boshlagan holda. Ya'ni bola o'rniga faqat dedi. 47-bob. Babun fi ityanil haidi va mubasharatiha. Hayz ko'rgan ayolga kelish va bilan o'ynashish haqida. 2165-hadis. Anas ibn Malik aytadilar: Yahudiylar ulardan bir ayol hayz ko'rsa, uni uydan chiqarib qo'yishardi. U bilan ovqat yeyishmasdi. U bilan ichimlik ichishmasdi. U bilan bir uyda jamlanishmasdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu narsa so'ralganda,
Alloh subhanahu va taolo oyat tushirdi. Va yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Sizdan hayz haqida so'raydilar. Ayting, u ozordir, ayollardan hayzda chetlaninglar. Baqara surasining 222-oyati tushdi. Oyatning oxirigacha. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, uylarda ular bilan jamlanaveringlar. Har narsa qiluvdilar, jimodan boshqa dedilar. Nikohdan boshqa dedilar. Yahudiylar aytdiki, bu odam bizning ishimizdan hech bir narsani qo'ymay hamma narsada bizga xilof qilar ekan edi. Keyin Usayd ibn Huzayr va Abbod ibn Bishrlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib aytdiki, ya Rasululloh, yahudlar shunaqa deyapti. Endi hayzda nikoh ham qilmaylikmi ularga dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari o'zgarib ketdi. Hatto biz o'yladikki, u ikkisiga g'azab qildilar. Keyin u ikkalalari chiqib ketishdi. Keyin ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sutdan bo'lgan hadiya keldi, ular chiqib ketishdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular izdan uni jo'natdilar. Shunda biz o'yladikki, ha, demak ularga g'azab qilmabdilar. 2166-hadis. Aisha radhiyallohu anha aytadilar, men va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta kiyimda tunardik. Men hayz ko'rib, tomib yotgan holimda, agar mendan biror narsa tegib qolsa u kishiga, o'sha joyini yuvib qo'yardilar. Undan nariga o'tmasdilar. Agar kiyimlariga tegsa, hayzdan biror narsa tegsa, o'sha joyini yuvib qo'yardilar. Undan ham nariga o'tmasdilar. Unda namoz o'qiradilar. 2167-hadis. Maymuna bint Haris radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar ayollaridan bir ayol bilan mubosharat qilishni u hayz holida istasalar, unga buyuradilar izorlanishini, so'ngra u bilan mubosharat qilardilar. Babun fi kaffarati man ataha idan. Hayz ko'rgan ayolga kelgan kishining kafforati haqida. 2168-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan hayz holida ayoliga kelgan kishi haqida so'ralindi. Shunda aytdilar, 1 dinor yoki yarim dinor sadaqa qiladi dedilar. 49-bob. Babu majaa fil azli. Azl haqida kelgan rivoyatlar. 2170-hadis. Abu Said radhiyallohu anhudan u kishi aytadilar, mana shu narsa, ya'ni azl Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida zikr qilinganda aytgan ekanlar. Birlaring nega shuni qiladi? Birlaring shunday qilmasin demaganlar lekin debdi. Chunki qanday yaratilanajak nafs bo'lsin, albatta Alloh uni yaratuvchidir degan ekanlar. 2171-hadis. Abu Said al-Khudriydan. Bir kishi aytdi, ya Rasululloh, meni bir joriyam bor, men undan azl qilaman. Homilador bo'lib qolishni yoqtirmayman. Va men endi erkaklar istaydigan narsani istayman. Yahudlar esa aytishyaptiki, azl bu kichik ko'rinishdagi qizlarni ko'mish ekan. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, yahudlar bekorni aytibdi. Agar Alloh uni yaratishni iroda qilsa, sen uni burib yuborishga qodir bo'lmasding degan ekanlar. 2172-hadis. Ibn Muhayriz aytadilar, men masjidga kirdim, Abu Said al-Khudriyni ko'rdim. U kishining oldida o'tirdim. Azl haqida u kishidan so'radim. Abu Said aytdilarki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Banu Mustaliq g'azotiga chiqdik. Arablar asirlaridan asirlar oldik. Ayollarni ishtaha qildik. Keyin bizga bo'ydoqlik shiddatli bo'ldi va fidya istadik. Keyin azl qilishni iroda qildik. So'ngra aytdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ichimizda turib, u kishidan bu narsa haqida so'ramasdan azl qilamizmi dedik. Keyin u kishidan bu narsa haqida so'rasak, aytdilar, qilmasanglar ham sizlarga zarari yo'q. Qiyomat kuniga qadar paydo bo'lajak har qanday jon u paydo bo'lajakdir dedilar. 2173-hadis. Jabir radhiyallohu anhudan bir kishi, ansorlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib aytdi, meni bir joriyam bor, men uni aylanaman. U homilador bo'lib qolishini yoqtirmayman. Rasululloh aytdilar, istasang undan azl qilaver. Albatta unga taqdir qilingan narsa unga keladi dedilar. Babu ma yukrahu min zikri rajuli ma yakunu min isabatihi ahlihi. Kishi ahliga teginganini zikr qilib yurishi makruhligi. 2174-hadis. Abu Nadra aytadilar, menga Tufova qabilasidan bir shayx aytib berdi dedilar. Keyin aytadilarki, men Madinada Abu Hurayranikiga mehmonga keldim. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ashablaridan biror kishini ibodatga qattiq yengishmarganini va mehmonga qoyim bo'luvchiroqligini u kishchalik birontasini ko'rmadim dedi. Keyin men bir kun u kishining huzurida o'tirsam, u kishi o'zlarining o'rindiqlarida edilar. U kishining oldilarida bir qop bor edi, unda toshlar bor edi yoki danaklar. U kishidan pastroqda bir qop-qora joriya turgandi, cho'ri. U kishi u toshlar bilan tasbih aytardilar. Qopdagi narsa tugasa, uni joriyaga otardi. U toshlarni jamlardida, ya'ni qopga solardi. Keyin u kishiga berardi. Keyin Abu Hurayra aytdilarki, men senga
o'zim haqimda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida aytib beraymi dedilar. Men aytib bering dedim. U kishi aytdilarki, men bir kuni masjidda istimo qilib yotgandim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda keldilarda masjidga kirib, ana Davsiy yigitni kim sezdi dedilar 3 marta. Bir kishi aytdiki, ya Rasululloh, ha mana u istimo qilib yotdi masjidning chekkasida. Keyin Rasululloh yurib keldilar. Menga yetdilarda, qo'llarini menga qo'ydilar. Menga yaxshi gaplarni gapirdilar. Shunda men turib ketdim. Rasululloh yurib ketdilar. Keyin namoz o'qigan maqomlariga bordilar, namoz o'qiydigan joylariga. Odamlarga qaradilar. U kishining qo'llarida, u kishining oldlarida 2 saf erkak va 1 saf ayollar bor edi, yoki 2 saf ayollar, 1 saf erkaklar bor edi. Aytdilarki, agar shayton namozimdan biror narsani menga unuttirsa, qavm tasbih aytsin, ayollar chapakchasin dedilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar. Namozlardan biror narsani unutmadilar. Keyin aytdilarki, joylarda turinglar, joylarda turinglar. So'ngra Allohga hamd aytdilar va unga sano aytdilar. So'ngra ammo ba'd dedilar. So'ngra Rasululloh odamlarga qaradilar. Aytdilarki, sizlardan shunday bir kishi bormi? Ahliga kelsa, unga eshigini berkitsa, unga satrini tashlasa, Allohning satri bilan satrlansa, sahobalar ha deydi. Rasululloh aytdilarki, so'ngra shundan keyin o'tiradida, palonday qildim, palonday qilib, palonday qildim deydi, ha dedilar. Odamlar indamadilar. Keyin ayollarga qaradilar. Hal minkunna man tuhaddis? Sizlardan shunday deb gapiradigan bormi dedilar. Ular ham indamadi. Shunda bir qiz tiz cho'kdi. Rawi Muammal hadisida aytadi, ko'kraklari katta qiz edi deydi. 2 tizzasining biriga tiz cho'kdi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga cho'zildi. Liyaroha, Rasululloh uni ko'rishlari uchun va gapini eshitishlari uchun. Aytdiki, ya Rasululloh, ular gapiradilar dedi. Va u ayollar ham gapiradilar dedi. Faqol Rasululloh shunday aytdilarki, buning misoli nimaligini bilasizlarmi dedilar. Aytdilarki, buning misoli shunday misolki, bir shayton, ayol shayton yo'lda bir erkak shaytonga yo'liqib qolganda, keyin u undan hojatini bitirganda, odamlar unga qarab o'tirgan holatiga o'xshaydi. Ogoh bo'linglar, erkaklarning xushbo'yligi hidi zohir bo'lgani, rangi zohir bo'lmaganidir. Bilib qo'yinglar, ogoh bo'linglarki, ayollarning xushbo'yligi rangi zohir bo'lgani, hidi zohir bo'lmaganidir.